kuni shashlik qilamiz. Aya shu shashlikni bitta qilib yesak bo'lmaymi? Kedi chiqsa hamsoyalar kelib yeb ketadi. 12da hamma uxlagandan keyin qilamiz. Qiyish qilib qilyapsan. Aka kelib tugabdi. Bor, un bilan suv olib chiqsa atala qilib jo'shtiramiz, bor. Obid, ertalab choy ham ichmading. Hech bo'lmasa shakar choy bilan non yeb ola qo'y. Yo, aya qornim to'q. Qornim ochtirsa kechqurun ko'proq ovqat yeyman. Uy! Chida. Yechim mama, Madonna chaynaklaringiz berib turgansizlar, ayam aytdi. Yo'q, bizning Madonna choynagimiz yo'q qolgan. Yo, aya o'tirgan uyimiz paltada turibdi, olib chiqaymi? Arvoqchi uni mehmonga ishlatamiz. Bersak uchini ketib keladi. Ya, madana chaynak yo'qolgan, oyoq chiqarib ketganmi? Dadasi namozamgacha ichib o'chib qolmang. Oqshom 12da bolalarimizga shashlik qilib berishingiz kerak. Yo'q, men вообще ichmayman. Dada shu aroqni ichmasangiz nima qiladi? Bu yil ham shashlik yemaykanmizda. Yechim mama margarin berib turgansizlar, patir qilyatuvdi. Obid Jamol ekan magaziniga borib kolbasa olib ketmay qoldi, zing'illa. Ha, qarz daftarga yozdirib kelingmi? Yo'q, naqd pulga olib kel. Yangi yilda qarz bo'lib o'tsak, polni qarz bo'lib ketamiz. Latapa-tapa tuz berib turgansizlar. Nega undan ko'ra yangi yilda bizlarga kutib qo'yganlar?